Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningda bugun yana bitta Onyx Redline tayyor holatda qilingan navorotlari skromniy bo'ldi. Bitta ko'rsatib obzor qilamiz xolisi. Birinchi navbatda Malibu 2 bar Premier komplektatsiya eng originalni o'rnatib berdi. Unga отдельно to'xtalamiz. Sizlarlarimizga akkuratni chexollarni taqib berganmiz. München modeli kardinaldan premium mahsulot, choklari qizil Redline saloniga mos variantda taqib berdi. Beshida obshivkada bilasizlar koja bo'ladi. 4 ta detalida, ikkitasi koja, orqalari plastmassa bo'ladi. O'shani 4 talasini kojani qilib berganmiz. Choklarini qizil qilib, eksklyuzivli dizaynda bo'lgan bu ham. Orqalarini ham ko'rsatamiz. Orqasi o'zmashli plastmassa detal bo'ladi. Akkuratni qilib kojani qilib berganmiz. Mana shunaqa bir xil komplekt bo'ladi, xudo xolisa. Undan keyin original Evacor polik, akula antena, faralariga LED, полный komplekt. Mana qaranglar, dalniy, blижний hammasi komplekt bo'ladi. Bu hozir blижнийsi yonib turishi oq bo'lib, liniya bo'lib tushib turadi. Ko'zga tushmaydigan akkuratli narsa bo'lgan. Qaranglar, yoritish mo'shni liniya bo'lib turadi, xudo xolisa. Orqalariga garmdorlar o'rnatib berganmiz. Bu ham 3 ta rejimda, 3 ta положениеda ishlaydigan. Поворотникda yuguradi, tormozda yarqilashadi. Bu hozir patfarnikda yonib turishi. O'zi Redline yozuvlar, emblemi qora. Biza bunaqa antennani o'rniga lavnik, akula antennasini o'rnatib berganmiz. Radiolari ishlaydi. Buni qorasidan qilib berdik. Avtomobilimiz Redline bakoylari ham qora bo'lganligi uchun. Xo'p, salon qismida qilingan yana bitta oxirgi ishi bor. Bu salon laminatsiya hamda mana salon laminatsiyalari hamda o'zini shtatniy pultiga avtozapus. Buni ham tekshirib beramiz. Mashinani o'chirdik. Xo'p, eshigini yopish knopkasini 3 marta bosamiz. Qufladi. 1 2 3. Avtomobilimiz zavod bo'ladi. Idealni ishlaydi, ko'rasizlar, adashmasdan mashina ishlab beradi. Zavod bo'ldi. Zavod bo'lgandan keyin o'zi 10 minut zavod o'tib turadi. Vaqtli chiqsanglar ochib, o'tirib, tormozni bosib haydab ketaverasizlar. Bemalol, muammosiz ishlab beradi, xudo xolisa. Undan keyin bu avtomobilimizga avtozapusdan tashqari laminatsiyani aytib o'tdik. Malibu 2 barga отдельно to'xtalamiz dedik. Chunki bu Premier komplektatsiyasi. Ruchnoy tormoz, original, ovozsiz, беспроводной zaryadkali. Buni qaranglar. Barra. Idealni de, originali bor, original. Frontal plata qo'yilgan, o'rnatilgan bu plata kangulanadi. Bo'ldi. Bu ortiqcha hech narsa yo'q. Mana shaxtasi ham переделка qilinmaydi. Ikkitasida mana shu hamma danini ko'radi. Ikkitasi pitaniyaga plus-minusga kiradi, ikkitasi ham kangulanadi. Kanhay kanlo. Hammasi ishlayveradi joy-joyda. Adashmaydi. Tabloda D bo'lsa, bu yerda ham D bo'ladi. Mushni ishlaydi bu ham. Bundan keyin siden abagreiflarni mana shu knopkada ulayapti mana. Bu indikatorsiz, bu orqaga ulangan. Orqa barobar qiziydi. Bu shofyor, bu passajir. Siden abagreiflar. Yo'llari полный кожаный bo'ladi. Zazorlayib, ahamiyat berib qo'yasizlar. Birga bir shunaqa mushni ideal bo'lib tushadi. Garantiyali ishimizga ham, zapchastlarga ham hammasiga garantiya berib qilib beramiz. Okamlashlarni chiroyli qilib bitirib berdi. Xizmatlar bo'yicha Max Tuningga aloqaga chiqaverasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz, xudo xohlasa. Bizani kuzatib boringlar, bizdan uzoqlashmaydi.